Bo'rini ro'parasida turgan qo'zichoqqa uni chiroyli terisi kerak emas. Qo'ng'iroqli uni sochlari kerak emas. Bo'riga uni 1 kilo 2 kilo qo'zichoqni go'shti kerak xolos. Sen ro'parangda turgan erkakga seni odobing ham kerak emas. Chiroyli ko'ylaging ham kerak emas unga. Chiroyli mayin qilib, iljayib, qishib, unga qishanlab olib gapirishing ham kerak emas. Seni ori nomusing kerak xolos unga. Sen ro'parangdagi erkak shunaqangi sendan ori nomus qimmatbaho narsani talab qilyaptiki, u mabodo uni orqasidan senga dog' keladigan bo'lsa, qiyomatgacha seni butun avloding nasabingni bulg'ab oladigan ulug' bir narsani sendan talab qilyapti. Ey qizim deydi, qasam ichib aytamanki, ro'parangdagi bir erkak seni ro'parangdan chiqdi, hech qaysi bir begona erkak, nomahram erkak o'zini ro'parasidan qarshisidan bir begona ayolni ko'rganda, xayolan uni hali ayolning kiyimlarini yechib tashab turib, xayolida yalang'och qilib hali ayolni tasavvur qilib ko'rmasa, meni betimga kelib tupurib yuborgan. Nima qilasan uni ro'parasiga o'zingni olib chiqib deydi. Hamma erkakda ham nafs bor-ku. O'zingizni qiyoslab ko'ring-da. Sizni ko'ngilingizga nechta narsalarni shayton olib kelyapti, o'zingiz xohlamayman sizdan. Sizni ham qizingizni, sizni ham xotiningizni ko'rganda olib keladi shayton ularga. U degani faqat sen iflosdan nari erkaklarning hammasini ko'ngli toza degani emas, ularga ham ko'ngli o'sha shayton bor. O'sha nafsi bor ularga.